Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, qadrdonlar. Bugun biz Andijon viloyati Paxtaobod tumanida tunakafon ishimizni o'z nihoyasiga yetkazdik, tugatib berdik chiroyli qilib. Siz hozir ko'rayotgan bo'lsangiz, tunakafon eng arzoni bizda kanalini ko'rib turmoqdasiz. Agarda ishimiz yoqsa, podpiska bosing, like bosib qo'ying. Hammaga qiziq joyini aytib ketamiz. Hozirgi kunda 120 mingdan 140 ming so'mgacha hamma yo'g'i ichida qilib beryapmiz. Chiroyli, go'zal holatda. Hozir qo'ldan kelgancha sizlarga qilgan ishimizni obzor qilib beramiz. Ko'rib o'zingizlar baho berasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling. Tugadi, xudo xolasa mana ketyapmiz. Bu tomonimiz ko'cha tomon, ko'cha shapkamiz. Bu tomonga ham sliv, turba qo'yib berganmiz. Xuddi ichki shapkaga o'xshagan holatda bo'lgan bu joyimiz ham. Ichki tomon bilan tashqi tomon shapkasi bir xil holatda qilib berganmiz. Turbalar qo'yilgan, vada sliv qo'yilgan. Bu joyimiz esa darvozaxonamiz. Darvozaxonamiz 370 ga 8 metr joy bo'lgan. Ikkita kosmos o'rnatib berganmiz. Bu ichki tomonimizdagi shapkamiz. Ajoyib fasonda bo'lgan, chiroyli holatda qilib berganmiz. Tarno qo'ydik. Sliv. Bu joyimiz koridorimiz. Bu tomonimiz ham bor ekan, kichkina tomon, endi keyinchalik bekilib ketadi dedi. Bu tomonni ham qilib berdik. Bu joyimizda perikosimiz bor edi. Shuni evaziga bu tomonni karnisdagi patnis qo'yib berganmiz. Bu bilinar bilinmas darajada bo'lgan. Bu tomonimiz esa 17 metr uzunasiga perikos bo'lgan. Hamma uy perikos bu yerda. Lekin biz perikosni tashqari tomon, tashqari shapkaga chiqarib olganmiz. Buni evaziga tashqari tomon ham chiroyli bo'lgan, ichki tomon ham mana chiroyli. Masalan, ko'rishingiz mumkin. Yarimdan jicha kattaroq shaxmat tushgan, bu tomonga ham yarimdan kattaroq shaxmat tushgan. Ko'bralarimiz ham bir xil razmerda bo'lgan, mana ko'rishingiz mumkin. Nari tomonimiz ham bir xil, xuddi shunaqa holatda bo'lgan. Endi bu yoqqa bormay qo'yavering, odam is qilyapti. Mana u yulduzchadan ham bilishingiz mumkin. Bir xilda chiroyli bo'lgan. Buni sababi, bu perikosni chiqarib tekis qilganimiz sababi bu yerda bu tomonimiz ham bo'lgan, xuddi shunaqa holatda. Bu tomonimiz 240 ga 220 sm bu yog'ida perikos bo'lgan. Buni biz shapka tomonga chiqarib olganmiz. Bu tomonni ham shapka tomonga chiqarib olganmiz. Bu agarda shapka tomonga chiqarmasangiz, bu ichkari tomon shaxmatlarimiz yarimtaki bir tomoni yarimta bo'lsa, bir tomonida 3 sm bo'lib qoladi. Ko'rinishida o'ta xunuk bo'ladi. Bunaqa ishni to'g'risi bizcha yoqtirib olmaymiz. O'zimiz chiroyli qilib ketamiz, o'zimiz bilib. Bu shapka tomonni ham shapka tomonga chiqarib olgan tomonimizga mana bu shapka desak, bu yoqqa chiqarib olganmiz. Bu tomonimiz ham bir xil bo'lgan. Buni sababi surganmiz. Surganimiz evaziga mana o'zingiz ko'rishingiz mumkin, shapka 52 lik patnis tushgan, 52 sm, mana bu burchakdan bu oxirigacha bir xilda bo'lgan. Buni perikosi bu tomonga mana vadasilik tomonga chiqib ketgan. Lekin bu perikosi chiqib ketgan desa, unaqa perikos ko'rinmaydi bu tomonda. Chiroyli bo'ldi. Burchaklar ham chiroyli kelgan, ashini evaziga shtasi. O'zingizlar baho beraverasizlar akalar. Siz eng arzon tunakafon, eng arzoni bizda degan kanalni kuzatib bormoqdasiz. Siz agarda yangi bo'lsangiz, podpiska bosing, sizga kerakli ma'lumotlarni berib boramiz. Like bosib, podpiska bosib qo'yaverasiz akalar. Qadrdonlar. Akalar desam bitta erkak kishilarga bo'ladi, ofshi qilib aytganda. Shunaqa holatlar. Agar yo'qsa, mabodo tunakafon ishlari bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Nomerimizni qo'yib qo'yamiz. Telefon qilaverasizlar, har doim aloqadamiz.
hamma yo'q ichida qilib beramiz. Biz ham shu 120 mingdan 140 ming so'mgacha bo'lyapti. Mana haligi chekka tomonimiz xuddi shu holatda. Mana yulduzcha yarimdan kattaroq tushgan bu chekkalarimizdan. Bu tomonimizni ko'rib, bu tomon nimaga bunaqa desangiz, endi bu devor o'zi qiyshiq, nari tomon nolda bo'lgan bo'lsa, o'rtamiz kirgan holat, narigi tomonimizdan mana ko'rayotgan bo'lsangiz, nolda bo'lgan. Endi ip tortganingizdan keyin o'rtamiz ochilib bo'ladi avtomatik. Agarda buni devorga qatiradigan bo'lsak, bu tomonimiz qiyshiq bo'lib, oysimon bo'lib qoladi.